Turkiyada yashayotgan Javlon Shirmuhammad qonunliq Turkiyaga sayohatga kelganligi uchun gunohsiz turg'liq jazo lageriga qamalgan onasi haqida o'tgan oyda guvohlik bergan edi. 8 mart Dunyo xotin-qizlar kuni munosabati bilan lagerlarga qamalgan Javlonning onasidek ma'sum onalarning sanoqsiz avlodlarining ovozini anglatish uchun ijtimoiy aloqa torida bir video ishlab tarqatdi. Bütün dünya ayollarının bu güzel gününü kutlayan Javlon, Şarkı Türkistan'da Xitay komünistlerinin zulmü astıda qalğan, teröristlarga muamele qilgandek muamelege uçurgan analarning bu gününü erkin dünyada yaşayotgan devletlerdeki analarını kutlaygandek kutlayamadı. Çünkü Xitay hükümetinin Şarkı Türkistan'da insan qilipidan chiqqan rezil siyosati sababidan parça bo'lgan tuman minglagan oilalarning bir bo'lish sifati bilan 21 asr uchur davrdimi oilasi bilan aloqa qilinmay, mushundaq alaydi kundimi suyimlik onasiga "Jenim ona, bayramingizga muborak bo'lsin" degan so'zni deyamadim deb faryod chekdi. Xitay amaldorlari Sharq Turkistonda tojsimon virus bilan yuqumlanganlarning ko'p qismining asliga kelganligini, faqat oz sondagilarning karantin qilinib davolanayotganligini e'lon qildi. Sharq Turkistondagi markaziy hukumatga qarashli sahiya organining bayonoti qaraganda, ilgari diagnoz qo'yilgan 76 kishining 70i doktorxonadan chiqib uylariga qaytarilgan. Faqat 3 odam yanala karantin qilinib kuzatilgan. Kuzatilganlarning soni 1348 ga azaygan. Xitay doiralari 5 martdan e'tiboran butun rayonda yangi Wuhan virusining bayqalmaganligini o'ttirib qo'ygan. Birlashma agentlikda so'z qilgan Amerika Kengash palata a'zosi Marco Rubio, Xitoydagi uchurlarning dahshatli qamal qilinishi sababdan Xitoy tarafidan e'lon qilingan manbalardan boshqa hech qanday uchur topilmaganligidan Sharq Turkistondagi jazo lagerining hozirgi ahvolini so'zlashning mumkin bo'lmaydiganligini, virusning jazo lageriga tarqalishidan cho'nqur andish qilayotganligini aytdi. Xitoydagi yangi tipdagi tojsimon virus yuqumida o'lganlar soni 3139 ga yetdi. Davlatlik sahiya komitetining bayonotiga qaraganda, oxirgi 24 soat ichida Xitoyda COVID-19 virus sababidan 17 odam o'lgan, 19 yuqumlanuvchi aniqlangan. Tilga ilingan barliq ofatlar COVID-19ning eng kuchli bo'lgan Xubeyda yuz bergan. Ammo yuqum sababidan Xitoyda o'lganlarning soni 3139 ga yetgan. Bunun 3 nafari Hong Kong alaydi ma'mur rayonidan, umumiy yuqumlanuvchilarning soni 80754 ga chiqqan. Buning ichida 4794 odamning ahvoli og'ir bo'lib, gumonli kishi 349 ga, kuzatilayotganlarning soni 16982 ga tushgan. Oqsaray bayonotchisi Stefani Grisham Trumpning ahvoli to'g'risida yozma bayonot e'lon qilib, Donald Trumpning tojsimon virusning yuqish ehtimolligi bor ba'zi joylarga borganligi uchun yuqumlangan bo'lishi mumkin deb qaraldi. Grisham yana mundaq dedi: Prezident Trumpning COVID-19 virus bilan yuqumlanganligi jazmlashtirilmadi. Chunki u virus bilan yuqumlangan bemorlar bilan uzun birga aloqada bo'lmadi. Uningda hech qanday kasallik alomatlari yo'q. Prezident Trumpning salomatligi intayin yaxshi. Shaxsiy doktori uning ahvolini yaqindan kuzatyapti. Trump yoki Pence virus bilan yuqumlanishi mumkinmi? Amerika tarafdorlaridan keyin Trump va muavin prezident Mike Pence o'tgan 10 kunda bir qism faoliyatlarga qatnashgan bo'lib, u faoliyatdagi ba'zi kishilarda tojsimon virus borligi xabar qilingandan keyin bu talash-tortish andisi paydo bo'ldi. 200 milyonga yaqin musulmon yashaydigan Hindistonda musulmonlarni ikkinchi darajalik puhroga tushirib qo'ygan CIA yangi chiqqan vatandoshlik qonuniga qarshi inkoslar ko'payib, talash-tortish qilinayotganda musulmonlar yangi zo'ravonlik to'lqinining nishoniga aylandi. Narendra Modining siyosati ostida jasoratlangan hindi millatlar va Hindiston soqchilari Dehli shahrida musulmonlarga hujum qildi. O'tgan hafta ko'cha chiqmaslik qonuni bilan natijalangan zo'ravonliklarda ko'pinchisi musulmonlar bo'lib, 47 kishi qazo qilgan.
2019 yılı 12 ayda namoyish boshlangandan buyon qazo qilganlarning soni 79 ga yetdi. Faqat 48 soat ichida 4 masjidning kuydirib etilishi musulmonlarning g'azabini qo'zg'adi. Kuydirib etilgan masjidlarning ismlari Mavloni Baqish masjidi, Bobri masjidi, Janda masjidi, Arabiston Madinatul Ulum masjidi.